Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Habibulloh Web kelinglar. Bugun sizlar bilan juda ham katta bir loyiha qilishni boshlaymiz. Quramiz noldan o'zimiz bosqichma-bosqich 100% gacha quramiz. Loyiha juda ham foydali, zikr app bo'ladi, ya'ni zikrni qanaqa hisoblash, ko'paytirish va oldin tashlaganlarini hisoblab chiqib, o'sishini belgilash. Chiqib foydali, juda foydali bo'ladi. Xo'p, kelinglar unda boshlash, ya'ni qurishni boshlaymiz unda. Ko'proq amaliyot bo'lishi uchun ko'p texnologiyalarni tanlaganman, juda ham ko'p. Hammasi o'zimiz ko'rib chiqqan texnologiyalar, hech bir notanishlik yo'q do'stlar. Asosiysi shu, misol uchun tushunganingizcha qilinglar, lekin tushunarli bo'ladi hammasi. Inshaalloh. Hop, ketdim deb. Biz uchun ichib turibmiz, shunchaki kerak emas. Ya'ni bu ham kerak emas, o'z uchun ichib turibmiz do'stlar. Va kelinglar endi boshlaymiz. npminit minus y birinchisi, ya'ni bu Node.js loyihasini boshlab olish. Node.js loyihasi boshlandi, package.json tushdi. Bu bizdan birinchi qadam edi do'stlar. Ikkinchisi bizda TypeScript kerakli kutubxonalarni yuklash, npmi, ya'ni nima bor? TypeScript bor. TypeScript, test node. Test node. Mana. Save dev. Mana bundoq qilsak, shunda ancha yaxshi bo'ladi. Ya'ni bu bizga kerakli test node bizga kerak bo'ladi, TypeScript kerak va save dev, ya'ni dev dependenciesga saqlash degani. Xo'sh. Saqlanib bo'lsin. Node modul saqlanib bo'ldi уже. Mana bizda hamma kerakli kutubxonalar yuklandi. Va endi npx buni bilasizlar, ya'ni birinchi darsda ko'rsatganman. Qanaqa start qilish loyihalarini va bu juda ham oddiy jarayon, boshlang'ich jarayon. Va buni o'zi ancha bilasizlar va uni test config.json bizda hosil bo'ldi. Ya'ni yasab oldik. Hop, targetda kelinglar, targetda bizda nima qilamiz? ECMAScript 19 qilib qo'yamiz. ECMAScript 2019 mana ECMAScript 19. Hop, router kerak bizga. Mana shuni mana qaranglar mana. Loyihani qanaqa tuzishi mana shu yerdan ko'rib ketsangiz bo'ladi. Mana shu real loyiha shunaqa atroflarda quriladi do'stlar. Source mana shunaqa qilib qo'ysak bo'ladi. Hop, keyingisi bizga nima kerak? Outer kerak. Outer shunday pastida dist. Mana dist outer. Hop, keyingisi bizda nima bo'ladi? Keyingisi bizda уже strict yani yoqib qo'yish kerak. Strict o'zi yoquvchi ekan. Strict turibdi. Hop, bo'ldi shu. Keyin modul. Modul bizda nima? Common bo'lishi kerak. Common.js mana. Bo'ldi do'stlar, hammasi easy bo'ldi. Ya'ni bu jarayonlargacha easy bo'ldi. Xo'p, endi papkalarni yasab olish kerak. Papkalarni yasab olish sal vaqt oladigan jarayonlardan bitta hisoblanadi, lekin shu narsalar muhim hozir. Kelinglar. Mana bitta qo'yaylik. Source paydo bo'ldi. Hop. Source ichida patterns. Bo'ldi, patterns tushdi ichiga. Hop, fayllarni sekin-sekin joylashtirib chiqamiz, ya'ni dir deymiz. Girmas endi bu yoqga уже ana qilamiz. Nima qilamiz? Bu yoqga o'zimiz yasab chiqamiz. Bizga nima kerak o'zi? Juda ko'p narsa kerak emas. Boshlang'ich bizda keling, hammasi papkalarni strategiya kerak bizga. Strategiya albatta, test. Qaysi patternlardan foydalanishni ko'rib turasizlar. Strategiya birinchisi. Mana ochdim. Strategiya kerak bo'ladi, juda ham kerak strategiya. Va keyingisi singleton. Hop, singleton. .ts kerak bo'ladi bu ham. Hop, keyingisi command. Albatta bu siz bo'lmaydi. Command. Factory.
factory js. Hop, factory command yani bizga nima kerak edi? Ha. Prototip. Prototip test. Hop. Hammasidan tashqarida endi bizga nima kerak? Hammasidan tashqarida source ichiga ya'ni nima yoqqa olib turamizda. Buni. Hop. Nimadir bo'ldi. Hozir o'tirilsin bu. Hop, source patterns source ichiga endi biz nima qilamiz? Ya'ni source ichiga emas, o'zi alohida ochsak bo'lar ekan. Source ichiga ham ochib qo'ysak bo'ladi o'zi. App test na hop. Endi bu yerda hozir 1 minut 1 daqiqa. Juda. Mana bo'ldi. Keyingisi bizda main test. Mana shu narsa kerak bizga. Xo'p, biz loyihani strukturasini tuzib chiqdik. Mana ichiga qo'yamiz va mana bizning struktura tayyor do'stlar. Endi nima qilamiz? Endi biz agar tashqariga oladigan bo'lsak, tashqariga olsak ham bo'ladi o'zi, lekin mayli. Anaqa qilmay turamiz, ya'ni men bitta qiladigan ish bor, mana buni chiqib turamiz. Bizga ham kerak emas, bu ham kerak emas. Bizga package.json-ga bitta narsa kerak. Masalan, start. Mana buni start ga o'zgartirishimiz kerak. Start. Va mana bu joyi biz 40 o'rniga test node source deymiz. Va bu yerga main test deymiz. Ya'ni source ichidagi main test. Bo'ldi. Bu shuni yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi va build ham kerak bo'ladi albatta. Juda ham build. Mana bu yerga vergu qo'yib ketdik faqat. Build juda zarur. Build bizda test. Bo'l testsa, ya'ni Xo'p, dastur ishga tushirish bizda npm run start bo'ladi. Buni mana bu yerga yozib qo'ysak bo'ladi. Mana yozamiz deganmiz. Xo'p, kelinglar, mana bu yerga yozib qo'yamiz. Ya'ni mainga bu yerda npm run start. Mana bo'ldi. Xo'p. Endi kelinglar, hisoblab ketadigan narsa chiqazamiz. Ya'ni boshlang'ich kodni yozamiz. Juda ham biz boshlang'ichdan tushib chiqishimiz kerak. Birinchi qadam bizda strategiya bo'ladi. Ya'ni strategiyadan birinchi yozganimning sababi shu. Strategiya birinchisi yoziladi. Xo'p, kelinglar unda strategiyani yozamiz. Strategiya nima qiladi? Strategiya bu pattern turli hisoblash usullarini, ya'ni zikrni hisoblash usullarini turlilarini o'ylab topadi. Ya'ni uslublarini yozib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun uslub tanlash uchun C yozilmayapti. Mana shular yozishimiz kerak bo'ladi. Ketdi. Keyingisi export interface bo'ladi bizda. Interface nima bo'ladi? Counting deymiz. Counting strategy. Mana. Hop, calculate ya'ni current hisobni number, ya'ni o'sha hisobdan biz oshirib ketishimiz kerak bo'ladi. Number qaytaradi bu ham. Hop, keyingisi bizda nima bo'ladi? Keyingisi bizda o'sha export class simple count strategy. Hop, bu implement bo'ladi. Hop, counting strategiyani implement qiladi do'stlar. Xo'sh. Endi
buni yozib oldik. Calculate bo'ladi buni, ya'ni o'zini ichidagi metodni chaqirish kerak, u calculate shu bo'ladi va endi biz return qaytaramiz, currentga o'sha qo'shib ketamiz. Tushunasizlar nima bo'layotganini. Ya'ni agar tushunmayotgan bo'lsanglar, hozir tushunmayotgan bo'lsanglar, shuni ochinglar-da. Nimani ochasizlar? Shuni ochasizlar, oldingi videolardan o'zingizga qarab xulosalarni chiqarasizlar. Ya'ni bu yerda ko'rsatganman. Strategiya patternini ochasizlar, ko'ra olasizlar, bo'ldi. Xo'p, number qaytaradi, number yozdik, calculate shunday bo'ldi. Shu. Mana bu yerda faqat xato qaytaryapti. Nima uchun? Export modifier cannot use value. Command module with quick fix qilamiz. Xo'sh. Va xato bo'lyapti, Discord. Turib tursangiz-chi. Hop, keyingisi bizda yana bitta export bo'ladi. Ya'ni 3 ta bizda ko'rasiz 3 ta klassni, bitta interface, bitta ikkita klassni hozir qilamiz. Ya'ni export qilamiz. Class bizda уже reward ya'ni count strategy implements counting strategy da oladi. Ya'ni bitta uslub ko'rdinglar, hisoblab boradigan. Ya'ni bizda ikki xil uslub, ya'ni oddiy, ya'ni simple, oddiy hisoblash usuli bitta qo'shib boradi. Bu reward ush boshqacharoq. Bu juda ham sal boshqacharoq bo'ladi, ya'ni calculate boshqacha emas, bu ikkitadan qo'shib boradigan bo'ladi. Return bilan biz ikki bo'ladi. Ikkitadan qo'shib boradi, bu bittadan qo'shib boradi. Tushundinglar do'stlar? Endi har bir ya'ni zikrni 2 barobardan 2 barobar hisoblanadi. Ya'ni bitta, misol uchun subhanalloh degan bo'lsa, o'sha ikkita hisoblanadi, ya'ni bo'ladi. Yana ham eksportlarni kelinglar, bunday qilib olib turib bu yoqqa nima qilamiz-da? Yo'dan export, ya'ni modul export qiladi, o'sha modul export bo'lsa kerak. Da. Export. Bu yerda modul export torting. Simple, modul strategy va reward strategy. Export desa ham o'zi xatolik beradi. Export desa ham, misol uchun nima desak bo'ladi endi uni? Export bitta bo'lsin deyapti-da bu. Notsa hozir bu yerda common.js bo'lmaydi deyapti. Keyin shu common.jsni biz o'zgartirib turamiz. Ya'ni shunaqa hisoblashlar narsalar bo'lib qolish kerak. Ya'ni bizda s nima? S next bo'ladi. Hop, endi-chi. Bo'lib ketdi do'stlar. Ko'rdinglar, xatolik ketdi. O'sha bizda nextga qarab moslashamiz. Ya'ni common.js, Node.js asosida emas, o'sha bizda sal boshqacharoq uslubiyatni qo'llab ko'ramiz. Ya'ni bu foyda bermagandagi boshqa uslubiyatni qo'llab ko'ramiz. Nima endi biza aniqroq yozgan bo'lardim, singletondan yozib ketgan bo'lardim. Faqat sal cho'zilib ketadi do'stlar. Buni men o'zi 3 ta qismga bo'lib qilmoqchiman loyihani. 3 ta qismga ham ko'plik qiladi. Shuning uchun hozir bizda necha vaqtimiz bor? 14 minut deyarli vaqt bo'lib qoldi shuning uchun. Shu do'stlar. Mana shu bizning hozircha boshlang'ich folder strukturamiz loyihamizning boshlang'ich qismi. Bizda natija mavjud, ya'ni natija mavjud dema, maqsad mavjud, natija ham o'zi bizga chiqib bo'lgan. Demo versiyasini men ko'rsatishim kerak o'zi aslida. Lekin o'zimiz noldan qurib chiqamiz. Shu noldan qurayotgan jarayonda biz o'sha ko'rasizlar, o'zimiz o'tgan patternlarni hammasini 1 2 3 4 5 tasini ishlatamiz va bu ancha foydali bo'ladi inshaalloh. Sizlar bilan Habibulloh bo'ldi. Assalomu alaykum.